Tanni shundoq oldida Plaza de Catalunya. Mana bu o'sha mashhur La Rambla ko'chasi, qo'ng to'g'ri ketsanglar. Odam rost akasimiga gavjum bor-ku. Plan qilingan joylarni hammasiga bordim. Faqat ikkita joy qoldi. Mana shu bu yoq. Va soat endi 4:30 bo'ldi. 3 kun Barselonada bo'lishimning sababi odamga o'xshab dam olib aylanish edi. Hozir endi bemalol mana shu odam o'zida bir yarim soatcha vaqt o'tkazsam ham bo'ladi, o'tirib olib. Shoshilmasdan, hech nimani o'ylamasdan. Bu joyga boraman desanglar, sizlarga maslahat beraman. Ko'proq kun o'tkazishni, shtobi his qilishni shaharni. Shunda shaharni his qilasizlar, odamga o'xshab dam olasizlar, maza qilib. Bu yoqdan bu yoqqa yugurib yurmasdan. Haqiqiy Ispaniyaga o'xshab, haqiqiy Kataloniyaga o'xshab dam olasizlar. Barselonani mana shu Barselona holatiga aylantirgan bir inson bor.
Kataloniya tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu inson arxitektor. Uni ismi Antoni Gaudi. Uni ishlari shu nihoyatda chiroyliki, hozirgi Barselonani shu holatga olib kelgan. Ya'ni Antoni Gaudi asosan tabiatdan ilhomlangan. Uni qurgan binolariga, dizaynlarga e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, hamma narsa tabiatdan olingan. Burchak yo'q. Hamma narsa dumaloq, aval qirra narsa yo'q unda, uning arxitekturasida. Hozir ana o'shani ishlaridan bittasi Casa Batllóga qarab ketyapmiz. Deyarli yetib qoldik. Hali Casa Batllóga yetib kelmadik, lekin bu arxitekturani ko'rmasanglar bo'lmaydi. Bilim arxitektura fakultetida o'qiyotganlar обязательно Barselonaga kelish kerak. Bunaqa chiroyni ko'rish uchun, o'rganish uchun. Yetib keldik Casa Batllóga. Gaudining mashhur arxitekturasidan biri, menga yoqadiganlardan bittasi. Wow. Mana shular toshbaqani suyagi deb aytishadi, yana bilmadim. Oxirgi lokatsiya qoldi bugungi. Casa Batllóni ko'rdik hozir. Endi Casa Emilaga qarab ketyapmiz. Shu bilan bugungi planlar hammasi amalga oshgan bo'ladi. Lekin soat endi 5:30 bo'ldi. Parkda ko'p qolmoqchi edim, lekin kechasi mana bu uylarni ko'rishni foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun kunduz payti ko'rib oling. Keyin bemalol o'tirib dam olaman. Kechqurungi plan tuzaman, chunki kechqurungi planim yo'q. Men o'ylaganim mana shu planlar bilan o'zi kechqurun bo'lib qoladi. Gostinitsaga boraman, dam olaman deb. Matak yo'q. O'ylaganimdan ancha tezroq bo'tdi ishlar. Boradigan joylarimga borib ko'rmoqman. Keldim, ko'rdim, sirasi ketdim emas. Keldim, ko'rdim. O'tirib bemalol oyoqni yozib, faqat telefonga rasmga olmasdan o'zimni ko'zlarim bilan ham to'xtab lazzatlanyapti odam. Harga prosta gap yo'q. Da Rimni ko'chalari ham chiroyli, da Rimning ham arxitekturasi zo'r, lekin bilmadim, Barselonaniki o'zgacha ekan. Boshqacha vibe beradi. Odam juda ko'p, turistlar juda ko'p. Lekin shaharning chiroyi prosta gap yo'q. Har qanaqangi ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar shahar juda chiroyli.
eng qoyil qolayotganim arxitekturasiga, ayniqsa Gaudining ishlariga. Barselonani yoqqan joyi mana bunaqa yog'och skameykalar borligi. Rimda yog'och skameyka yo'q, hammasi temirdan qilingan, sovuq kunda o'tirib bo'lmaydi. Barselona ancha odamlarni o'ylagan. O'shanga yog'och skameykalar qo'ygan. Bu degani qanaqangi fasl bo'lishidan qat'iy nazar bemalol qo'yib o'tirasizlar. Barcelona yana bitta yoqqan tomoni, как будто Barcelona North bilan janubni, ya'ni shimol bilan janubni tutashgan joyga o'xshaydi. Chunki bu yerda ham peshxodlarning qadri bor, ham velosiped minadiganlarning qadri bor. И avtobusni, mashina, har bir narsani, har bir odamni o'ziga yarasha qadri bor bu yerda. Rimda bunaqa emas. Italiyada. Va mana bu Gaudining yana bir mashhur ishlaridan bittasi Casa Mila. Casa Milani oldida o'tiribman. Boya aytganimdek, bugungi plan уже amalga oshdi. Soat endi 6 bo'ldi. Hozir o'ylab turgan narsam Casa Batllóga borib ichiga kirib ko'rish, chunki Casa Batllóning ichi ancha qiziqarliroq. Ko'p narsa taklif qiladi ichkarisida. Katta televizor panellari bilan har xil shoular bo'ladi. YouTube'da ko'rgandim. Lekin bilet olish qanaqa bo'ladi bilmadim. Chunki Barselonada on spot, ya'ni joyida bilet olish sal muammoroq. Har doim saytdan oling, onlayn oling deyiladi Barselonada. Shunga uni bilmayman. Hozir borib ko'raman. Chiqimcha где-то 7-6:30 bo'ladigan bo'lsa, keyin gostinitsaga borib sumkamni qo'yib ko'ramiz. Ujin qilaman. Ko'ramiz. Night life. Tungi hayot ancha jo'shqin deb eshitdim Barselonada. Ko'ramiz. Ya'ni birga ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan tungi hayot. Albatta ehtiyot bo'lamiz. Bir ikkita ko'chalari bor, sal opasniroq. Ana o'sha ko'chalardan sal uzoqroq yuramiz. Gostinitsaga vaqtliroq qaytishga harakat qilaman. Unaqa yarim kechasigacha yurmasdan. Tak. Casa Mila. Sal nariroq yursam bu tomonga Casa Batlló. Barselona shunisi yaxshi, ko'zga ko'rinarli va tashrif buyuradigan joylar bir-biriga juda yaqin va peshkom yurib yetsa bo'ladi yo'ldan bu yerga. Public transport, ya'ni avtobus, metrolar ishlatishga deyarli hojat yo'q. Agar charchagan bo'lmasanglar, taksi umuman gapirmasa bo'ladi. Taksi qimmat bilmadim qanaqa yetkazib oladi. Menimcha probka ham yo'q bo'lsa kerak, u baribir eng yaxshi transport vositasi bu o'ng oyoq va chap oyoq. Ozgincha dam berasizlar oyoqqa, dalish ketamiz. Mo'l-ko'l. Hech kim terib yemaydi. Bilaman, intrusive thoughts nima deyotganini. Lekin hozir emas. Menimcha bu nima deydi? Shunaqa nimalar bo'ladi-yu. Home Up degan multfilmdagi narsa, yozib qoldiraman nimaligini. Hozir kaliga kelmayapti.
Da, xuddi o'zi. Up degan multfilm bor-ku. Bundoq narsa terib yuradi, badge. Xuddi o'sha. Kampga chiqadi, nimadir ham derdi o'sha. Mana bu yotadigan joyi ekan. Kirish mumkinmi ekan? O'zim ham tushunmayman, qayoqqa kelib qolganimni. Kasabato'ga ketayotgandim. Shunaqa joy chiqib qoldi, kirib bordim. Keldim, biletlar juda qimmat, 35 euro skidka bilan, Sujenskiy skidka bilan. Saytda 37 euro ko'rsatdi. Уже bu вообще ekan. Daychi zo'r nol ekan va bu pulga hozir emas. Yo'q. Odam charchadi. O'shanga gostinitsaga borib, check-in qilib, sumkamni qo'ymasam, belim og'rib ketdi, ko'tarib yuraverdim. Sumka bilan yurish o'z emas. Uncha og'ir bo'lmasa ham, babi sal og'ir narsa ham vaqt o'tib bilinadi. O'shanga gostinitsaga borib dam olib, ozgincha road map chizamiz, ya'ni yo'l xaritasi. Kechqurunga yana ko'chaga chiqamiz aylangani. Check-in qilib bo'ldim, sumkamni qo'ydim. Gostinitsa desam, takoy 5 yulduzli mehmonxona deb o'ylamanglar, bu hostel. Hostel bu abshak. Men bilan 5 ta boshqa bola turishi kerak edi. Lekin hozir kirsam, ikkita nemis bola o'tirgan ekan, dam olib yotgan ekan. Ke 3 ta bola yo'q, bemalol xohlagan joyini tanladida. 5 kishi o'rtoqli o'sha xonani bron qilishgan ekan. Ikkitasi orqasiga, ikkitasi boshqa mehmonxonaga chiqib ketgan. Bittasi oyog'ini sindirib olibdi, qarorchi, ham kasha bo'lgan. Xo'p, hozir ko'chaga chiqdim. Locker uchun locker oldim. Qulflash uchun. Tak narsamni qo'yib chiqdim.
Endi kataloniyacha nimadir yemoqchiman. O'zimga такой легкий, yengilgina kechki ovqat yeb olamiz. Yaponskiy nimadir bor ekan. Hozir kirgan kafeyim amerikanskiy nima ekan. Menyusida faqat waffle, burger bo'lib yotibdi. Sizlarda shunaqa tapa, ispanskiy, kataloncha ovqatlar yo'qmi desam, yo'q dedi. Uzr deb sekin chiqib ketdim. Hozir ChatGPTga yozdim. 10 minut uzoqlikdagi bitta kafeni maslahat berdi. Hozir sekin o'sha yoqqa ketyapmiz. Umid qilamanki, yo'da authentic Catalonian food ni tatib ko'ramiz. Ya'ni kataloncha o'zgacha milliy ovqatni. Сказочный ko'chalarga o'xshaydi bu. Ertaklardagi ko'cha. O'zki hozir yotadigan joyimni ola olmayman, chunki bolalar bor, privacy degan narsa bor. Uni men hurmat qilaman, to'g'ri tushunaman. Yoqmaydi bir xil odamlarga, menga ham yoqmaydi misol uchun. Men ruxsatimsiz ruxsatimni olgan taqdirda ham agar men tushadigan bo'lsam videoda menga ham yoqmaydi. Shuning uchun bolalar ketgandan keyin olishim mumkin. Bolalar ketmaydigan bo'lsa ola olmayman. O'sha kafega keldim, ChatGPT aytgan patatas bravas zakaz qildim. Bu Ispaniyaga kelsanglar обязательно tatib ko'rishinglar kerak bo'ladigan ovqat. O'zimizning oddiy salyonkadek chips, faqat to'rt burchak qilib qovurishadi. Juda mashhur. Barselonada обязательно nima qilishinglar kerak. Schweppes degan ichimlik ekan, limonli. Soda dedi, alkogol emas. Sprite beradi, tak. Sweets ekan. Wow. Keldi patatas bravas, hozir ko'rsataman. No hay ningún algo, ¿no? Yeşillikten aldım. Bu var oluyor. Qizil sousi bor. Oq ketdi. И tagida oq chesnochный sous.
Sous ajoyib, kartoshka, oddiy kartoshkani qovurishgan. Tagida oq, chesnochli sos ustida tomatli sos. Sal achchiqroq, unda achchiq emas. Zo'r. Ujin qilib chiqdim. Schweppes yoqganligi uchun do'kondan yana oldim Schweppes. Sprite da boshqachasi ekan, sal yengilroq varianti. Yoqdi menga. Hozir ko'chani aylanamiz. Keyin gostinsiyaga qaytib, damni olib, ertangi kunga tayyorlanamiz. Tor ko'chalar. Joyda o'sha problema. Turba almashtirish kerak. Aylanib qarasam Dubayga kelib qolman. Peshqadrom. Endi juda ko'p amerikanlarni ko'ryapman, eshitmayman. American people. Lekin ingliz tilida gapiradigan juda ko'p, juda. Gap yo'q. Haqiqiy turistik joy ekanligini endi mana endi his qilyapman. Soat 9dan 5 minut o'tdi. Shunga qaramasdan ko'chada odam yetarlicha ko'p deyolmayman, kam ham deyolmayman. Normalligina odam. Havo вообще maza. Mayingina shamol, dengiz bo'yi. Bu yog'imiz O'rta Yer dengizi. Bu yog'imiz Barselona. Bu yoq orqam stadion bo'lib yotibdi. Stadion, basseyn, sport zal, gym, trenajyorniy zal. Bu yog'im dengiz. Bu yoq Burj Khalifa, Dubai. AKA Barcelona W mehmonxonasi. Nari yo'lida chetda mana mam yo'lida zamonaviy Barselona. Osmono'par binolar. Buna qaltis harakatlar bilan odamni qo'rqityapti bular. Chunki ehtiyot bo'lish kerak, kimdir shunday telefonni ilib qochadi. Orqasiga yugurishga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'zingni ehtiyot qilib qo'shningni o'g'ri tutma deganidek strixovkani olib yuraveramiz, ehtiyot bo'lib. Xo'p, bugungi kun tugadi. Shu paytgacha ko'rib kelgan bo'lsanglar, hammanglarga rahmat. Sabringlarga rahmat, chunki bilaman bu video juda uzun bo'ladi. Ertangi kunda nima qilishlarimni bilmoqchi bo'lsanglar, vlogni davomini обязательно ko'ringlar. Fikr, mulohazalar, takliflar barchasiga ochiqmiz. To'g'ri qabul qilamiz. Kamchiliklar bor va ustida albatta ishlaymiz. Va
Umid qilamanki sizlar ham men bilan birga Barselonani aylangandek bo'lsizlar. Da, конечно, har bir momentda ola olmayman. Chunki bu imkonsiz narsa. Har bir momentda olib berish. Qiziqarli nimadir bo'lsa, обязательно telefonimni olaman. Zapis qilaman. Yoki ulgurmasam aytib beraman men sizlarga. Mana bunaqa bo'ldi. Shunaqada. Xo'p, ko'p gapirmagan holda vlogni shu joyda tugataman va sizlarni keyingi vlogda Barselonada ikkinchi kunni qanday o'tkazganimni birga bilib olamiz. Adios. Bu xayr degan ispancha. Biz xayrlashmaymiz, shunchaki ko'rishguncha deb qolamiz. Bitni qaranglar. Mamma mia.